Dostlar yaxşımsızlar, mən Asiya doktor. G'arbcha dorilarning börek va jigarga bo'lgan ta'siri haqiqatan cho'ngmi. Bugun sizlarga mushtoqda so'zlab o'tay. Mayli xizmat jarayonida bo'lsin va yoki mushu do'yinki do'stlar bilan paranglish orqali bo'lsin, ko'p qism do'stlarimizningki mushu g'arbcha dorilarga naydi bir xil passiv ko'z qarashligini his qildim. Ularning nazarida bu xil dorini yeganlik börek va jigarning xizmati kadin chiqdi deganlik bo'lgan. Hamda mushundoq to'g'ri bo'lmagan ko'z qarashlar tufaylidan bir qism do'stlarimiz o'z xohishi bo'yicha doktorning bergan dorilarini to'xtatib va yoki mushu xil dorilarni sovi mushtaq sirtdan olib olgan hech qanday badanga hech qanday aks ta'siri yo'q degandek jonli dorilarga almashtirib iste'mol qilib oxirgi kelganda o'z kasalligini yaxshi kontrol qila olmay nurg'un ig'ir oqibatlar kelib chiqqanligini ko'rdik. Amaliyotda mayli jonli dori bo'lsin va yoki shiy dori bo'lsin badanga aks ta'siri yo'q, dori yo'q. Lekin hozir biz ishlatayotgan dorilarningki badanga bo'lgan aks ta'siri nihoyat oz holatda bo'libmi, u sizlar o'ylagandek jigar va böreklarni zaiflashtirdi degidek darajada emas. Odatda mayli biz qaysi xil dorini yeylik, bu dorilar badanda börek va jigar orqali sirtqa qo'yib berildi. Shuningdek, mushu börek va jigar iqtidori yaxshi bo'lmagan do'stlarimiz ma'lum dorilarni yegandan keyin bularning jigar va börek iqtidori o'xshamagan darajada zaxmlanishi mumkin. Lekin bu zaxmlanishlar dori to'xtatgandan keyin asli keladigan holatda. Shuningdek, g'arbcha dorilarningki sizlar o'ylagandek unchalik darajada badanga ig'ir ta'siri yo'q hamda jonli dorilarningkimi sizlar o'ylagandek undaq badanga hech qanday ta'siri yo'q degan bu uqum mavjud emas. Shuningdek, mushu g'arbcha dori yeyotgan do'stlarimizningki sirtdan buning gaplariga ishonmay, balki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha dorilarni vaqt-vaqtida yeb, o'z kasalingizni eng yaxshi bo'lgan holatda eng baldir kontrol qilishingizni umid qilaman. Mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, yurak berib inkas rayoniga so'z qoldirishni unutmang. Biz kelar kisan ko'rishaylik. Xayr xo'sh.